Bu videodan keyin keksim ishib chiqmayapti, birch bo'lib qolyapti degan gaplar bo'lmasligi aniq. Juda ham mazali, momiqqina, kattagina keks tayyorlaymiz. Demak, idishga 4 dona tuxum, 400 gram shakar va choy qoshiq uchida tuz solib, venchik yoki mikser yordamida rangi ocharib, shakarlari erigunga qadar ko'pirtiramiz. Ko'pirgan tuxumga 1 osh qoshiq limon suvi, 200 ml o'simlik yog'i, 400 ml iliq sutni ham qo'shib, yana nomiga aralashtirib borishimiz kerak. Endi bunga oliy navli turon unni oz-ozdan elakdan o'tkazib, bir pachkadan ishonchli Angel razrixlitilini va vanilin shakarini qo'shamiz. Xamirni qumoqlari ketgunicha yaxshilab aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Tayyor xamir konsistensiyasi mana shunaqa o'rtacha quyulikda bo'lishi kerak. Xohishga ko'ra bir piyoladan yuvib quritilgan yong'oq va mayiz qo'shib yorsak, keksimiz yanada mazali chiqadi. Xamirni pishiriq qog'oz solingan qolipga quyib, 170 darajada qizib turgan duxovkada ustilari qizargunga qadar taxminan 40 daqiqaga pishirgani yuboramiz. Ishlatgan qolipim o'lchami 34 ga 26 cm. Agar shunga o'xshagan o'lchamda qolipinglar bo'lmasa, oddiy duxovka listiga quyib pishirsanglar ham bo'ladi. Faqat keksinglarning balandligi sal pastroq chiqadi. Pirogimiz tayyor. Uni sovutib dasturxonga tortishimiz mumkin. Juda ham mazali, momiqqina, balangina bo'lib chiqadi. Uni issiqqina choy yoki qahva bilan maza qilib iste'mol qilamiz. Albatta, ushbu retsept bo'yicha tayyorlab ko'rib, yaqinlaringizni xursand qiling. Like va izoh qoldirishni ham unutmang. Keyingi videolarda doimona ko'rishguncha, xayr.